Assalomu alaykum Chirchiq bozor kanali obunachilari. Bugun biz Chirchiqga kelganmiz. 500 degan joyimizda bitta yaxshi variantli hovlimiz sotilyapti. Ko'rishinglar mumkin hovlimizni. Xo'p, bu hovlimiz 6,5 sotuq ekan. 6 ta xonali. Hozir men sizlarga polni obzori bilan tanishtirib chiqaman. Bemalol ko'rib chiqamiz uyni. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda o'zini огородlari. Bu yoqda uy orqa tarafiga o'tiladigan joy bor ekan. Xo'p, bu yoqda o'zining skladlari. Xo'p, birinchi mashdan boshlaymiz. Xo'p. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda o'zining oshxonalari. Sharoitlari bor, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q, kanalizatsiyalari bor ekan. Xo'p. Bu yoqqa shunday kirganimizda bu yoqda o'zining o'tiradigan joyi, ya'ni oshxonadan ovqatlanadigan joyga o'tiladi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yoqda bizani sanuzelimiz joylashgan. Mana ko'rishinglar mumkin, sanuzellari. Xo'p, kir mashinalari ham bor ekan. Keyingi xonalarga o'tamiz. Shunda kirib o'rganimizda o'ng qo'lda o'zini joylari joylashgan, mana xonalari ko'rishinglar mumkin. Bu отдельно bitta spalni. Sharoitlari bor, hamma sharoitlari ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, bu yoqda mana televizorlar joylashtirilgan. Divan kreslolar. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Mana ko'rishinglar mumkin, bu katta отдельный spalni. Bizlar narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanadi. Shu va shunga o'xshash uylar bizning kanalimizda juda ham ko'p. Bemalol obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar.